Do'stim, siz uchun, yaqinlarimiz uchun zo'r joyda zo'r xonadon topib qo'yganman. Qayerda deysizmi? Havolari zo'r joy ekan. Yuqori Chirchiq, Yangi bozor qo'rg'onida, Taraqqiyot mahallasida kommunikatsiya yetib kelgan, ko'chalar asfalt bo'lgan, qo'ni-qo'shnilar bor zo'r joydan katta hovli topib qo'yganman. Yer narxida kelishtirib srochniy beraman deyaptilar. Pastda egasini nomerini qoldiraman. Kimga uy sotish xizmati kerak bo'lsa, tepada nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, kanalimizga obuna bo'lib, bizlarni kuzatib tursangiz, mana shunaqa zo'r lokatsiyalardan sizlarga har doim uyli qo'yib ulashib boramiz. Bu joyimizda taxminiy alintirini tushuntirib o'taman. Toshkentning sentrida 7 kilometr uzoqlikda bo'lgan joy, Yangi bozor, to'g'ri ketsangiz parket, yana dalish ketsangiz Chorvoqqa chiqib ketadigan toza havo, zo'r manzarali joy ekan. Uy ichini bitta obzor qilib beraman, ko'rib baho berasizlar. 7 xona uyi ham bor ekan, yuringlar, ko'rsatib chiqaman. Kiraverishimizda yo'li, darvozalar qo'yib qo'yilgan, faizli xonadon ekan. Pashti bitgan. 98% bitgan, ozgina ma'rifat qilib olsangiz bo'ldi. Qo'lini qarang, kattaligini, go'zalligini qarang, havosi toza havo, zo'r joy ekan. Navesli qilib qo'yilgan. Stashkali qilib, tayyor xonadon qilib qo'yishgan ekan. Bedeli aka bu oxiri ko'rinmayapti. 11 sotuv. Keling, bu yoqdan bitta ko'rsatib yuboringlar. Suvi bor, gazi bor, sveti bor, interneti bor, transportlar bor. Yangi bozor sentriga 3 kilometr bo'lgan masofada. Sentrda hamma narsa bor. Insoniyatga nima kerak, balisa kerakmi, lavashxona kerakmi, nima kerak, hamma narsa bor. Damas deysizmi, marshrut deysizmi, avtobus, taksi, shaharga bir qadam joy. Mana hovlimizni. Hojatxonasi bor, hammomi bor, tandirxonasi bor. Kimdir bir mol-kolga qiziqsa, bemalol mol boqib, mashti maza qilib yashasa ham bo'lar ekan. 7 xona uyi bor ekan. Yuring, uy ichini bitta ko'rsatib beraman. Uylarimiz tayyor bitgan. Mana bunaqa zinadan chiqamiz. Kirib bemalol yashaydigan holatda. Bismillah. Kelyapmiz. Kalidor, remontlar qilib qo'yilgan, qarab qo'yilgan uy, yangi eshiklar qo'yib qo'yilgan. Kiraverishingizda o'ng qo'lingizda bitta zal sifatida foydalansangiz bo'lar ekan. Ustrolar qo'yib qo'yishibdi. Chiroyli akfaromlar qo'yib qo'yishgan ekan. Tayyor xonadon. Narxini hozir aytib o'taman. Qarang, bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz bor ekan. Endi xohlasangiz bolalar, xohlasangiz kattalar uy ichiga hamnaqa pechkalar qo'yib qo'yishibdi. Pechka zo'r pechka ekan. Yondirib yuboradigan pechka. Keling. Bu yog'imizda yana bitta xonamiz bor. Bu xonamizda ayvoni ham bor. Xohlasangiz buni to'sib qo'yib, bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Hovlini ichiga qaragan. To'g'ri kirsangiz, bu yoqda kattalar yotoqxonasi, ko'chaga qaragan oynalari bor. Yorug' tushib turadigan, chiroyli qilib qo'yishgan, remonti yaxshi. Mana bu yoqda katta yana bitta zal qilib foydalansangiz bo'ladi-ya. Xonamiz bor ekan. Bu tipda bo'yab yuborsangiz chiroyli. Endi hozircha bu yerdan foydalanishmayotgan ekan, o'shaning uchun ozgina mehr yetmay qolgan joy bor ekan. Kelyapti. Hamma xonasi bilan birma-bir tanishtirib chiqaman. Tayyor remont qilib qo'yilgan, chiroyli, mehr berib qo'yilgan joy. Kuxinliklari bor, oshxona qilib foydalanishayotgan ekan. Bu yog'imizda ham mana katta zal. Remontlari tayyor. Akfaromlar qo'yib qo'yilgan bu yerga ham. Bu yerda ham zal qilib, yo bir qanaqadir yotoqxona qilib foydalansangiz ham bo'lar ekan. Mana bu shuni aytganimda yana bonusga berishar ekan mana. Ko'rdingizmi? Zo'r mushu ekan, damashni bonus. Uyga olsanglar qo'shib berishar. Suvlar kelgan. Keling, gazlar kelgan. Aytdim, kommunikatsiya kelgan. Mana suv. Yangi bozor sentrdan 3 kilometr, Taraqqiyot mahallasida ko'chalar asfalt bo'lgan. Ko'pchilik shunaqa joylardan so'rayotdi, tog'larga yaqin bo'lsin, mol-kol boqishga joylari bo'lsin dedingiz. Dokumentda 10 sotuv, o'zi 11 sotuv ekan. Sotugiga 12 mingdan so'rayotdilar, kelishtirib beraman deyaptilar. Past egalari nomeri, siz ham uyingizni tez sotmoqchi bo'lsangiz, komandamiz katta, tepada nomerlarimiz bor, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.